Menga qara, to'ydirib yubording o'zi. Ke gaplashib olaylik deb mashtimga keldi seni gaplaring. Qanaqa odamsan o'zi? Ha? Imkoniyatim boricha olib berdim axir, cho'ntagimda bor pulimni senga rasotqonmi? Sen albatta nima yeysan? Ha? Uyda issiq ovqat yeysan, to'g'rimi? O'zim ko'chadan non olib yeyman. Lekin sen zakaz qilib ovqatlarni yeb yurasan. Ham arenda to'lasam, ham kvarplataga to'lasam, ham svet gazga to'lasam. Sharoitim borini, imkoniyatimni borini hammasini qilsam. Topgan pulimni faqatgina senga olib kelib beraman. O'zim oshna og'aylar bilan o'tirishga ham bormayman. To'ydan oldin menga nima deb va'da beruvding? Meni sharoitim og'ir, sen xohlayotgan sharoitda men qilib bera olmasligim mumkin. Men boshqacha hayotda yashayman. Qiyin meni hayotim deganimda yo'q. Hammasiga birga erishamiz. Erkak kishini ayoli bo'lsa, duo qilsa hammasi yaxshi bo'ladi degan eding. Qani qachon duo qilding? Qachon sen meni duo qilding? Sen meni hech o'ylayapsanmi? Biror marta men seni ibodatda ko'rganim yo'q. Biror marta namoz o'qiganingni ko'rganim yo'q. Biror marta meni duo